Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Hörmətli televizor görüşlər, aldığımız biz Diqtanlarga bu hafta huzuruna sunmaqçı bolğan xəbərlərimizin əsas məzmununu tanışdırırıq. Diqtanlarda 5 milyon kişilik gayet zor yığılışda Şərqi Türkistan bayrağı diqqət tartı mavzulu xəbərimiz oldu. 7 avqust yakshanba günü İstanbulda açılğan bu milli iradəyə ega chiqish və şehitlər günü, şehitlər yığınığa gayet zor şekilde kişiler katnaştı. Uygurlarımı alay teklif bilen katnaştı. Şundaqla Xitay yolu koygan Reşatki rayonu tüzümü Uygurlarga kolaysızlık ve horluk elip gelmekte mavzulu xabarımız oldu. Ama Allah malum ki 2009 yılı Xitay Ürümçi katliamıdaki başlatkan bu icraat hazır Şarkı Türkistan'ın bütün şehir yazılarına nihayet ciddi şekilde kengaymakta. Şundaqla yana xabarimizda Hindistan armiyasi Tibet chegarasida 54 qarovulxona ko'paytirish taklif berdi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Hindistan bu orqali Arunachal shtati va atrofdagi rayonlarning bexatarligini kuchaytirmoqchi. Bu va buningdan boshqa xabarimiz diqqatinglarda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Neçe milyon kişi qatnaşgan yig'inda Sharq Turkiston bayrog'i diqqat tortdi. 7 avgust yakshanba günü İstanbul'da taxminan 5 milyon kişi qatnaşgan gayet zor ko'lamdagi milliy iradəyə ega chiqish va shehidlar yig'ini o'tkazildi. Yig'inga İstanbul'daki Uyg'urlarmı qatnaşgan bo'lib, maydonning har yerida Sharq Turkiston bayrog'i lapildab, kishilarning diqqatini tortdi. İstanbul valiliği ve İstanbul şəhərlik hökumətinin uyuşturuşu bilan 7 avgust yakshanba günü Yeniqapı sahil meydanında Demokratiya ve Şehitler Yığını degan namda çoğun yığın ötküzüldü. Yığınga Türkiye'nin okşumagan şehirlerden neçe milyon kişi katnaştı. Yığınga İstanbul'daki Uygurlarmı katnaşkan bulup, meydanın her yerde Şarkı Türkistan bayrağı lapildep kişilerinin dikkatini tarttı. 15 iyul günü keçisi Türkiye'de yüz bergen harbiy özgürlüş isyanı xalq tarafından bastırılgan dekin, Türkiye halkı her ihtimalga karşı yana bir qıtımlık tuyuqsız bir hareketinin yüz berişinin aldın eliş üçün her günü keçileri Türkiye'ye ega chiqish, milli iradəyə ega chiqish şuarı aslida keçileri uxlamay meydanlarda tang atqızıp gelmekte. Yeniqapı yığın meydanı Adem dengiziga aylangan bulup, qo'llarida Türk bayroqlari bilan maydonni qizil rang qaplab ketdi. Bu yığınga Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan, sabiq reis Abdullah Gül, Türkiye Parlament Reisi İsmail Kahraman, Başminister Binali Yıldırım, sabiq Başminister Ahmet Davutoğlu, Öktişi partiyalardan Cumhuriyet Halk Partisi'nin reisi Kemal Kılıçdaroğlu, Milletçi Hareket Partisi reisi Doktor Devlet Bahçeli, Şimali Siprus Türk Cumhuriyeti'nin başministeri Hüseyin Özürgün qatarlıq asasi qatlam rəhbərləri qatnaşdı. Yığınğa yana Türkiye Baş Generali Hulusi Akar, Hava Armiyası, Deniz Armiyası ve Quruqluq Armiyasının baş komandaları mı qatnaşdı. Yığında harbiy özgürlüş isyanıga alaqadar hüccetlik film ko'rsatildi. 15 iyul keçisi şehit bolğanlarning isimleri bir-birlab o'qib o'tildi. O'xshash vaqtda ularning isimleri o'qilish bilan tang rasmlari cho'ng ekranda bir-birlab ko'rsatildi. İstanbul Saqchi boshlig'ining muxbirlarga bildirishicha, bu yig'inga 5 milyon kishi qatnashgan. Yig'inga Uyg'urlarmı taklif qilingan bo'lib, İstanbulda yashayotgan Uyg'urlardanmi ko'p sonda kishi qatnashdi. Yig'in maydonda Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatulloh O'g'izxon sharaf mehmonlari qatoridan o'rin oldi. Maydonda Sharq Turkiston bayroqlari lapildab Uyg'urlarning mavjudligini namoyon qildi. Bu yig'in ko'p sonda radio va televiziya kanallari orqali naq maydondan bevosita tarqatildi. Yig'inda oldi bilan Turkiya Millatchi Harakat Partiyasining raisi Davlat Bahçeli so'z qilib, milliy irodaga ega chiqish uchun Turkiya xalqini birlik barobarlikka chaqirdi. Keyin Cumhuriyet Halk Partiyasining raisi Kemal Kılıçdaroğlu so'z qilib, butun Turkiya xalqining qonun oldida tang barobar ekanligini ifodaladi va xalqni yangi bir Turkiya uchun demokratiyaga ega chiqishga chaqirdi. Yig'in yana Turkiya harbiy bosh generali Hulusi Akar so'z qildi. 15 iyul kuni davlatimizning butun idora organlari bilan birlikda Turkiya qurolli qismlariga singib kirib olgan bir guruh qonunsiz guruh a'zolari, terrorchi xoinlar Fathullah Gülen guruhi tariximizda yuz berib boqmagan bir shaklda vatanimizga, millatimizga, jumhuriyatimizga xiyonat qildi va Turkiya qurolli qismlarining sharaf, shonliq obraziga qari bir dog' tushirdi. Qahramon millatimiz va Turkiya qurolli qismlari saqchi kuchlari bilan birlikda bu xoinlarcha isyonga qarshi chiqib bir taraf qildi. Millatimizga xiyonat qilgan bu paskashlarga loyiq bo'lgan jazo berildi. Yig'inda Turkiya Bosh ministri Binali Yıldırım so'z qilib, 15 iyul harbiy isyonini mag'lub qilishda shahid bo'lgan, yaralangan qahramonlarni xotirladi va tabrikladi.
Binali Yıldırım sözde yana Fethullah Gülenni Türkiye'ye keltirip hesap aldığanlıqını, cezasını berdiğanlıqını ifade edildi. Yığında yana Türkiye Parlament Reisi İsmail Kahraman parlament binasının bombardıman hücumuga uçurganlıqını tilga aldı ve mundaq dedi. Harbiy özgürlüş isyanının yo'qolganligini dunyoga ko'rsatish uchun bu yerga to'plandik ve bir millet, bir vatan his tuyg'usida ekanligimizni butun dunyo ko'rdi. Yığın ahırda Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan söz qildi. Neçe milyon kişinin qatnashishi bilan ochilgan yig'inda Erdoğan xalqqa xitob qilib mundaq dedi. 15 Temmuz gecesi bir kez daha istiklali ve istikbali için kıyam eden aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında 15 Temmuz gecesi sokaklara, meydanlara inerek namluların, tankların, helikopterlerin, uçakların karşısına dikilme cesareti gösteren tüm kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Vatan uğruna verilen mücadelede bu rütbelere ulaşabilmek her zaman yakalanabilecek, her zaman elde edilebilecek bir ayrıcalık değildir. 15 Temmuz gecesi sokakları ve meydanları dolduran kardeşlerimizin her birinin vatanımızın, demokrasimizin, özgürlüğümüzün korunmasında katkısı vardır. Payı vardır. Rolü vardır. Onun için diyorum ki 79 milyon olarak hepimizin gazası mübarek olsun. İstanbul'un gazası mübarek olsun. Ankara'nın gazası mübarek olsun. Darbe girişimine maruz kalan her şehrimizin gazası mübarek olsun. Darbe girişimine karşı tüm farklılıklarını bir kenara bırakarak her kökenden, her meşrepten insanıyla dünyayı kendine hayran bırakan tüm vatandaşlarımızın gazası mübarek olsun. Kardeşlerim, Kuchadagi atalmış xor aytish musobaqasi. Sharq Turkistonning diniy va milliy bo'shliklaridan biri bo'lgan qadimiy Kuchar Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistondagi diniy tusni yo'qotishda nuqta qilib tanlagan rayonlarining biriga aylandi. 8-ayning 9 kuni havoning issiq bo'lishiga qaramay Xitoy tajovuzchilari Kuchar xalqini Kuchar nahiyalik 4-o'rta maktabga yig'ib, klassik qizil naqshlarni aytib, partiyaning shafqatiga madhiya o'qiydi. İttifaqlıq, inoqlik orqali taraqqiyotni ilgari surayli degandek haqoratlik iboralarni o'z ichiga olgan temada Xitoy Kommunist Qizil Armiyasining g'alabasini tabriklash asosiy mazmundagi xor aytish musobaqasiga qatnashtirgan. Tangritog to'rining bugun bu vaqtda bergan xabarda bu faoliyatni Xitoy tajovuzchilarining Kuchar nahiyasidagi kommunist tashviqot bo'limi planlab o'rlashtirgan bo'lib, bu nahiyadagi Xitoy tajovuzchilarining partiya tashkilot bo'limi ikkini o'g'inish, birda layoqatlik bo'lish o'g'inish tarbiyasi rahbarlik guruhi ishxonasi Xitoy kommunistlarining Kuchada turishliq madaniyat tantarbiya radio televiziya idorasi qatorliqlar birlikda hamkorlashgan. Bu qatimqi atalmış musobaqada ayrim xor o'maklari qilib tashkillangan guruhlar oldin o'rinlashtirilgani bo'yicha Jungo arzusi, Vatan unutmaydi, Cumhuriyet muhabbati, Umid bayavonida, Mavjushi biz bilan billa, Nurliq hayot degandek 30 dan ortiq Sharq Turkiston musulmonlarining fikri, ideya, madaniyatlari masxara qilinadigan haqoratlik qizil naqshlarni o'rinlagan. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda elib berayotgan zulmlarning salmoqini kundan kuniga zo'raytib, uni har xil chiroyli nomlar bilan bezab, Uyg'ur musulmonlarini moddiy va ma'naviy jihatdan ig'ir iskanjilarga elib kelmoqda. Buning oddiy ko'rinishlari bo'lsa, xalqni har kun degudek Xitoy kommunistlarini maqtaydigan qizil naqshlarni aytishga majburlab va tashkillab, Uyg'ur madaniyatida asla bo'lmagan yirginishlik faoliyat va ko'rinishlar bilan xalqning ruhini puchaklashtirishga tirishayotgan ish faoliyatlarida ifodalanmoqda.
Reshatki rayoni tüzümü Uyg'urlarga qolaysizlik va xo'rlik elib kelmoqda. Ürüm şəhərdən başlanğan Reshatki rayoni qurilishi Sharqi Turkistonning janub shimolida asosligi Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlarga kengaytilayotganligi ilgari surilmoqda. Xitoy doiralari 5-iyul Ürümchi qirg'inchiligidan keyin Uyg'ur xalqining o'zining omonligi uchun untinsiz qolgan fursatdan foydalanib, dastlab Ürümchidagi ko'chmanlarni markazlashtirib boshqarish, bexatarlik degan qalpoq ostida nuqtaliq Uyg'urlar mahallalarini bu xil egiz tam va reshatki ichiga elib, kirgan chiqqanni qattiq nazorat ostiga elishga boshlagan. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirishicha, doirlarimi buning asosliq Uyg'urlarga qartilganligini dalillagan. Bu vaqtda fikr bayon qilgan kuzatuvchilar Reshatki rayoni tuzumini Xitoy tajovuzchilarining Uyg'urlarga qaratgan irqiy, milliy kamsitish, insoniy xo'rlik siyosatining oshkora ifodasi. Bu teximozor to'qinishlarga yo'l ochadi deb tanqid qilmoqda. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirishicha, bir Uyg'ur o'zining Ürümchidagi Tangritog' rayoni Umid ko'chasi aholilar rayonidagi Reshatki rayonida bir necha yil ijara uy elib yashash jarayonida uchragan qolaysizlik va his qilganlarini mundaq yozgan. Reshatki rayoni Uyg'urlarning turmushiga nihoyatda qolaysizliklarni akelmoqda. Aholi komissiyasiga tizimlatmaganlar rayonga kirolmaydi yoki kirganda kimligini qo'yib tekshirtgandan keyin ondan kiradi. Rayon ichida birining uyiga mehmoni kelgan bo'lsa, cho'qim uy egasi o'zi chiqib arxiv to'ldirib ondan mehmonni akirib olishi kerak. Hatto Reshatki rayonida uyi bor, ammo teshida o'ltiradiganlarmi o'z uyiga tizimlatmasdan kirolmaydi. Buningda eng qabih bo'lgani Ürümchida Reshatki rayoni siniqi qattiq ijro qilinayotgandan sirt ijara uylarining eshiklariga elektronlik qulf saplangan bo'lib, uyliklar chiqqanda kirganda aholi komiteti bevosita bilib tura oladigan qilgan. Yo'lsiz, nomuvofiq tekshirishlarni yo'l qo'ygan bo'lib, aholi komitetlari tavalikidagi o'g'ri, zahar chekuvchi qatorliqlarni amonlik xodimi qilib, qo'liga kaltak to'qmoq tutqizib chiqarib qo'ygan. Butun zulmlar bularning qo'li orqali ijro qilinmoqda. Ichidagi Uyg'urlarning uylarini aholi komitet va amonlikda ishlaydigan Xitoylar davomli tuyuqsiz tekshirib, bezor qilib, psixologiya jihatdan ig'ir zulm qilmoqda. Bu Uyg'urning aytishicha, Reshatki rayoni ichiga elinganlar asosan boshqa yurtlardan shaharga kelib, uy ijara elib yoki setib olib o'ltiraqlashganlar bo'lib, Uyg'urlarning ko'pinchilari ushshoq tijoratlar bilan shug'ullanib, jon beqiyotgan Uyg'urlar ekan. Bular Reshatki rayoni ichida cheklangan bo'lg'achqa, navbatda amalsizlikdan uylarini arzon setib, yurtiga ketishga majbur bo'lmoqda. Bu yana bir jihatdan ijaradan kirim qilib, oilasini boqadigan Ürümchiga yerlik Uyg'urlarning turmushiga ig'ir ta'sir ko'rsatmoqda ekan. Fikr yozuvchi bu Uyg'urning ko'rsatishicha, garchi Reshatki rayoni ichida uylari bor Xitoylarmi bo'lsa-mu, ular bu iskanjining teshida bo'lib, ularga yeshil liniya echib berilgan. Ularning Reshatki rayoniga kirib chiqishi, tijorat qilishi erkin bo'lib, bu Xitoyning irqchiligining ro'shan ifodasi ekan. Bu nuqtani bir qancha kun ilgari Ürümchidagi G'arbiy Say mahalla komitetining bir Xitoy amonlik xodimi dalillab, har bir mahallada 2 maxsus amonlik xodimi bor. 24 soatlik charlash tekshirish yo'lga qo'yilgan. Hatto har bir oilaga kirib, yo'qlama qilib son elindi va kirgan chiqqanlar ustidan kimlik tekshirdi. Yozma hujjat va kuzatish apparatidagi uchurlar va kirib chiqish iqimi statistikasiga qarab chiqish ahvoliga asosan kundalik bexatarlik, muqimlik ahvoli baholab hujjatlashtirildi. Albatta gumon qilganlarni bakrak tekshiramiz. Yurish turishi g'ayri bo'lganlarni asosan Uyg'urlarni tekshiramiz degan. Erkin Asiya radiosidan Xitoy doiralarining asosligi Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan rayonlarda Reshatki rayoni qurish qadamini tizlatganligi haqidagi xabarni anglagan bir Uyg'ur o'zining kimligi va nerda turayotganligini oshkorlamaslik sharti bilan o'zining Ürümchidagi Reshatkilik rayon haqida biladigan uchurlarni yetkazgan va Xitoyning Uyg'ur xalqini ayrim Reshatki rayoni qilib rayon ichida boshqarishning Uyg'urlarga xo'rlik his qildirayotganligi va har qanday Uyg'ur bu usulga qarshi va norozi bo'lsa-mu, turlik iskanja va besim tufayli bu xil oshkora kamsitish va nohaq sistemaga norozilik bildirilmay kelayotganligini bildirdi. Bu Uyg'urlarning bildirishiga qaraganda, garchi dastlabda Ürümchining boshqa yurtlardan ko'chib kelgan Uyg'urlar yashayotgan mahallalardan boshlangan Reshatki rayoni siniqi tadrijiy butun mahallalarga kengaytirilgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlarning mahallari nihoyatda egiz, xuddi turma tomlariga o'xshash qo'rishalgan bo'lsa, Xitoylar o'ltiraqlashgan mahallalar dochiga o'xshash go'zallashtirilgan uchuq, pakar reshatkilar ichiga elingan ekan. Xitoylar o'ltirishliq reshatkilik rayon bilan Uyg'urlar yashaydigan reshatkilik mahallalarni reshatka tomlarining ko'rinishi, qurilmasi, boshqarish tuzumlaridan farqlantirib olgani bo'ldi ekan. Bu Uyg'urning deyishicha yana yillardan beri shimolda yashab kelgan, hatto uy setib olgan, ammo nupusini yo'tkimagan Uyg'urlarni bu xil vosita orqali majburiy yurtiga qo'g'lashga boshlagan. Uyg'urlarni tekshiramiz,
Uyg'urlar kimliginglarni chiqaringlar deb tuyuqsiz tekshirishlar davom qilayotgan bo'lib, buning eng qattiq ijro qilingan yana bir tuzumi Reshatkilik rayonga sirtdan keldiganlarni yerlikdan bir tuqqini kepil bo'lmasa, shu yurt tavalligi kirgizmaydigan bo'lib, Uyg'urlarning tuqqan yo'qlash va savdo setiq ishlari og'ir darajada vayron bo'lmoqda ekan. Norozi bo'lg'uvchilarga yig'ib olish, tahdid selishdek vositalarni mo qo'llanmoqda ekan. Shvetsiyada Uyg'urlar o'z masjidida juma namozi o'qidi. Shvetsiyadagi Uyg'ur ma'rif uyushmasining tirishchanlik ko'rsatishi shundaqla u yerdagi Uyg'urlarning va jamiyatlarning qo'llab-quvvatlash natijasida Shvetsiyadagi tunji Uyg'ur masjidi rasmiy putib xizmatga tushdi. Shvetsiyada aktiv faoliyatlarda bo'layotgan Taklimakan Islom madaniyat markazi va Uyg'ur ma'rif uyushmasining tirishchanlik ko'rsatishi shundaqla u yerdagi Uyg'ur musulmonlari va jamiyatlarning qo'llab-quvvatlash natijasida Shvetsiyadagi tunji Uyg'ur masjidi rasmiy putdi. 12 avgust yani bugun nurg'un tirishchanliklar natijasida putib tayyor bo'lgan bu masjidning ochilish murosimi o'tkazildi. Bu kun Shvetsiya tarixidagi Uyg'urlarning tunji qitim bir yerga to'planib, o'z masjidida juma namozi o'qishga muvaffaq bo'lgan kuni. Biz bu masjid to'g'risida Shvetsiya Uyg'ur ma'rif jamiyati muavin boshlig'i Ahmad Tursun apandidan ahvol egiladik. Ahmad Tursun apandining bildirishicha, bu masjid o'rni ijaraga elingan bo'lib, Shvetsiyada shahar ishchilariga nisbatan masjidga muvofiq o'rin tepish va u o'rinni ijara elish uchun necha yil vaqt ketadigan bo'lg'achqa 2 yildan beri navbat saqlash bilan birga oz bo'lmagan xizmatlar ishlangan. Masjid rasmiy qo'lga o'tib, uning barliq tayyorlik xizmatlari ishlanib bo'lgandan keyin masjidning ko'lamining bir qadar cho'ng bo'lganligi va boshqa sabablar ko'zda tutilib, Taklimakan Islom madaniyat markazi bu yerga yo'tkab kelingan. 174 kvadrat metrdan oshirganligi bildirilgan bu masjidda 300 dan 400 gacha jamoat bemalol ibodat qila oladi ekan. Ahmad Tursun apandim Shvetsiyada qad ko'targan bu Uyg'ur masjidining qurilish maqsadi haqida to'xtalib, Shvetsiyada Uyg'urlarning sonining kundan kuniga ko'payayotganligi, natijada bu yerdagi Uyg'urlarning bir masjidi bo'lishini talab qilish istikining kunsiri eshib berayotganligi. Mushundaq bir bosqichda agar bizda o'zimizning bir masjidi bo'lmaganda jamoatlarning chechilib ketish, buzuq fikrlar maydonga chiqib, kishilarning tinch turmushiga ta'sir etish ehtimolliklarining oldini olish uchun hamma sohadagi qarindoshlarning qiyinchiliklarga bosh egmay, masjid barpo qilish yo'lida izchil tirishchilik ko'rsatishi bilan ilg'or va zamonaviy shaklda hamma aslahalari to'liq bo'lgan bu Uyg'ur masjidini qurib chiqqanligini bildirdi. Ahmad Tursun apandi yana bu masjidning har xil iqtisodiy qiyinchiliklarining borligini, normal hisobda har yillik chiqimining 30 ming yevrodan oshadiganligini bildirish bilan birga, har sohadagi musulmonlarning bo'libmi Shvetsiyada yashayotgan Uyg'urlarning bakrak qo'llab-quvvatlashini umid qilganligini bildirdi. Ömer Uyg'ur Pokistonda savol so'roqqa duch keldi. Turkiyada ochilgan 8-navbatlik Dunyo sharqi turkistonliklar qarindoshlik uchrashiga qatnashib, yurtiga qaytgan Pokiston Ömer Uyg'ur vaqfining raisi Ömer Uyg'ur Pokiston doiralari tomonidan savol so'roqqa duch keldi. Hammalarga ma'lum bo'lgandek, o'tgan oy 7-oyning 18-kundan 21-kunigacha İstanbulda 8-navbatlik Dunyo sharqi turkistonliklar qarindoshlik uchrashish yig'ini dunyoning har qaysi joylaridan kelgan vakillarning qatnashishi bilan ochildi va g'alabalik oyoqlashdi. Uzun tirishchanlik natijasida Turkiyaga kelib, bu yig'inga qatnashgan Pokiston Ömer Uyg'ur vaqfining raisi, Pokistonlik Uyg'ur faoliyatchi Ömer Uyg'ur yig'indan keyin o'z davlatiga qaytib kelganda, Pokiston davlat bexatarlik doiralari tomonidan savol so'roqqa duch kelgan. U Pokiston doiralariga o'zining xato ish qilmaganligini, faqatla Uyg'ur xalqining dard ahvolini tegishlik bir so'rinda o'ttirg'i qo'yganligini bayon qilgan. Ömer Uyg'ur o'zining milliy, diniy va insoniy burchini ado qilish uchun bu haq yo'ldan yanmaydiganligini bildirgan. Erdo'g'an bilan Putin 9 oydan keyin ko'rishdi. Turkiya Rossiya munosabati yiriklashib, oradan 9 oy o'tganda ikki davlat rahbarlari munosabatini asliga keltirish uchun bir arig'i keldi. Turkiyadagi harbiy o'zgarish urinishidan keyin Turkiyaning Amerika va Yevropa bilan bo'lgan munosabati jiddiylashayotgan bir vaqtga to'g'ri kelgan bu uchrashuv dunyo taratqullarining kuchli diqqatini tortdi. Turkiya armiyasi Rossiyaning bir jang aeroplanini etib tushirib etib, oradan 9 oy o'tganda ikki davlat rahbarlari munosabatini asliga keltirish uchun bir arig'i keldi. Turkiyadagi harbiy o'zgarish urinishidan keyin Turkiyaning Amerika va Yevropa bilan bo'lgan munosabati jiddiylashayotgan bir vaqtga to'g'ri kelgan bu uchrashuv dunyo taratqullarining kuchli diqqatini tortdi. Ba'zi taratqular buni tarixiy uchrashuv deb atadi.
9 avgust seshanba Türkiye Cumhuriyeti Reisi Recep Tayyip Erdoğan Rusiyaning Sankt-Peterburg shahrida ziyorati bo'ldi va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Bu qitimqi ziyorati ikki davlat munosabati bo'libmi iqtisod va savdo hamkorligi, terrorizmga o'rtaq qarash turish hamda Suriya masalasi qatorliq jihatlarda fikr almashtirildi. Xabar qilinishicha, tunji ko'rishishda Putin harbiy o'zgarishdan keyin Turkiyaga tunji telefon qilganlardan biri biz bo'ldik degan. Erdo'g'an bo'lsa, rayon siyosatining bizning kutayotganlari bor degan. Putin yaqinqi yillarda ikki davlat munosabatining mislsiz kuchayganligini, lekin Rossiya askarining o'limidan keyin munosabatlarning pastgo'yga tushib qolganligini, buning har ikki davlat xalqiga ziyon keltirganligini bildirgan. Ham harbiy o'zgarishdan keyin Erdo'g'anga tunji bo'lib telefon qilganligini, bundaq bir fursatga erishganligi uchun rahmat aytadiganligini ta'kidlagan. Erdo'g'an ikki davlat munosabatining yangi bir mazgilga kirganligini, isyondan keyin Putinning telefon qilganligidan minnatdor ekanligini bildirgan. U rayon siyosatining bizdan kutganlari bor. Bu mazgil rayon masalalarining hal qilinishi uchun ijobiy rol o'ynaydi degan. Türkiye muavin baş ministeri, tashqi ishlar ministeri, sayohat va madaniyat ministeri, iqtisod ministeri, yezi egilik ministeri, energiya va tabiiy boyliqlar ministeri va milliy istixborot tashkilotining boshlig'i Erdo'g'anning Rossiya ziyoratiga qatnashgan. Türkiye davlat raisi Recep Tayyip Erdo'g'an bilan Rossiya Federatsiyasi davlat raisi Vladimir Putin Peterburg shahrida uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy, tijoriy va siyosiy munosabatlar to'g'risida muzokara olib bordi. Uchrashuv oxirlashgandan keyin Vladimir Putin bilan Recep Tayyip Erdo'g'an muxbirlarga bayonot berdi. Putin bu qitimqi uchrashuvda muzokara olib berilgan masalalar haqida to'xtalib mundaq dedi. Men oldi bilan shuni demoqchimanki, biz konkret masalalar to'g'risida muzokara olib bordik. Uchrashuvda ikki davlat o'rtasidagi masalalar, rayon xarakterlik masalalar haqida muzokara olib bordik. Bizning maqsadimiz ikki davlat o'rtasidagi munosabatni krizisdan burungi asliga keltirishdan iborat. Arqadan Turkiya davlat raisi Recep Tayyip Erdo'g'an so'z qildi. Oldi bilan Putinga rahmat aytgandan keyin mundaq dedi. Bu uchrashuv uzun vaqtdan keyin, ya'ni aeroplan voqeasidan keyin elib berilgan tunji 100 tirani uchrashishimiz hisoblandi. Ikki davlat munosabatini asliga keltirishni, shundaqla kuchaytirishni xohlaydi. Buningga binoan bugungi uchrashishimizda siyosiy, iqtisodiy, madaniyat jihatdagi munosabatimizni kuchaytirish uchun ba'zi to'xtamnomalarni tuzdik. Bu qarorlarni amaliylashtırishga boshlaymiz. Turkiya davlat raisi Recep Tayyip Erdo'g'an bayonotida ikki davlat o'rtasidagi tijorat summasining 50 milliard dollardan 28 milliard dollarga tushib qolganligini, ikki davlat tijorat summasini 100 milliard dollarga chiqarishni planlayotganligini bayon qildi. $200 dan ortiq Xitoy paraxoti Yaponiya kontrolligidagi orolga yaqinlashdi. Sharqiy Xitoy dengizidagi egilik huquq talash tartishi yana bir qatim yuqori pallaga chiqdi. Ko'plagan Xitoy paraxotlari Yaponiya kontrolligidagi orolga yaqinlashdi. Yaponiya Xitoyning Tokiodagi bosh elchisini tashqi ishlar ministrligiga chaqirdi. Yaponiya tashqi ishlar ministrligining 6 avgust shanba kuni bildirishicha, Yaponiya ko'plagan Xitoy dengiz charlash paraxotining va taxminan 230 Xitoy baliqchilik kemasining Yaponiyaning amaliy kontrolligidagi Senkaku oroli atrofidagi dengiz rayoniga yaqinlashganligini bayqagan. Bu paraxotlar Senkaku orolining 24 dengiz mili doirasi ichidagi dengiz tabaliga kirgan. Egilishicha, bu Xitoy baliqchilik paraxotlari bilan dengiz charlash paraxotlarining tunji qitim birli vaqtda talash tortishlik dengiz rayoniga kirishi ekan. Yaponiya dengiz sohilini charlash qismlarining bildirishicha, Senkaku oroliga yaqinlashgan 6 dengiz charlash paraxotining 3i qurolliq paraxot ekan. Shanba kuni Yaponiya Xitoyning Tokiodagi bosh elchixonasiga rasmiy norozilik bildirib, Xitoyning yakki taraflik harakatining vaziyatni jiddiylashtirayotganligini ayiblagan hamda Xitoy dengiz charlash paraxotlarining darhol dengiz rayonidan chiqib ketishini talab qilgan. Juma kuni Xitoyning 2 dengiz charlash paraxoti va 6 baliqchilik paraxoti Senkaku orolining atrofidagi Yaponiya dengiz tabaliga kirgan. Juma kuni kech Yaponiya tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Yaponiyadagi bosh elchisi Yong Chenhuani chaqirtib, kuchlik noroziligini bildirgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi shanba kuni bir bayonot e'lon qilib, Xitoyning mazkur orol va atrofdagi dengiz rayonlarida egilik huquqi borligini ta'kidlagan. Yaponiya ichki kabineti yaqinda yangidan tashkillandi. Kuzatuvchilar yangidan mudofaa ministrligiga tayinlangan Tomomi Inada qatorliq kishilarning ichki kabinet tizimligida o'rin olganligini, Yaponiyaning Xitoyga texmo qattiq pozitsiyada bo'lganligining beshorati deb ko'rsatdi. Egilishicha, yangi ichki kabinetda Uyg'ur masalasiga ko'ngil bildigan bir qism siyosiy yo'llarmi bor ekan. Hindiston armiyasi Tibet chegarasida 54 qorovulxona ko'paytirish taklifini berdi.
Tibet Hindistan chegarasiga o'rinlashtirilgan Hindistan Tibet chegara mudofaa soqchilarining bir mas'ul xodimi Mekmaxun seziqida yangidan 54 qarovulxona qurish, bu orqali Arunachal shtati va atrofdagi rayonlarning bexatarlik vaziyatini kuchaytirish taklifini berdi. Hindiston matbuotlarining 8 avgust xabar qilishicha, Tibet Hindiston chegarasiga o'rinlashtirilgan Hindiston Tibet chegara mudofaa soqchilarining bir mas'ul xodimi Mekmaxun seziqiga yangidan 54 qarovulxona qurish, bu orqali Arunachal shtati va atrofdagi rayonlarning bexatarlik vaziyatini kuchaytirish taklifini bergan. Eginlikcha Hindistonning sharq-shimolidagi Tibet bilan chegaralanadigan bu rayon Hindistonning amaliy kontrolligida bo'lib, Hindistonning 29 shtatining biri ekan. Xitoy bo'lsa Hindistonning bu rayondagi egilik huquqini e'tirof qilmay kelgan. Hindiston sharq-shimol chegarasi bosh qo'mondonlik shtabining mas'uli 7-sla Arunachal shtatining ministri bilan ko'rishgan va yuqorqi ishni kun tartibga keltirgan. Mazkur o'lkaning markazida mangulik bir baza qurish planlangan. Yaqinqi yillardan buyon Hindiston hukumatı Tibet Hindiston chegara rayoni ul aslihalarini yaxshilash qurilishi elib berayotgan bo'lib, temir yo'l, tosh yo'l, aerodrom va ilg'or bo'lgan xabarlashish to'ri qurilishi qatorliqlar hukumatning tasdiqidan o'tgan. Xitoyda bir haftada 4 advokat sotlandi. Xitoyning Tianjin sot mahkamasi o'tgan bir haftada qamab qo'yilganiga 1 yildan oshgan 4 nafar advokat va faoliyatchiga sot ochdi. Kishilik huquq kuzatuvchilari Xi Jinping rahbarligidagi Xitoyning faoliyatchilarini bostirishda yangi bir bosqichga kirganligini ilgari surdi. Xitoyning Tianjin sot mahkamasi o'tgan bir haftada qamab qo'yilganiga 1 yildan oshgan 4 nafar advokat va faoliyatchiga sot ochdi. Kishilik huquq kuzatuvchilari Xi Jinping rahbarligidagi Xitoyning faoliyatchilarni bostirishda yangi bir bosqichga kirganligini ilgari surdi. Xabar qilinishicha, Xitoydagi sotlash uda bir necha kun davomlashgan. Xitoy televiziyalarida bu faoliyatchilarning iqror qilganlik ko'rinishlari berilgan. Xalqaro matbuotlar bu haftani Xitoydagi kishilik huquq advokatlari va faoliyatchilari uchun qorong'u hafta deb atadi. Sotlangan 4 kishi o'rtaq holda davlat hokimiyatini og'dirishga quturtish jinoyati bilan ayblangan. Bu o'tgan yil yuz bergan 9-iyul keng ko'lamli tutqun qilish harakatidan keyin qamoqda turayotganlarning tunji qatim sotlanishi ekan. 2015-yil 9-iyuldan boshlab Xitoyda 300 dak advokat, qonun ishlari maslahatchisi, kishilik huquq faoliyatchilari va ularning oila tabiatlari orqama-orqa qo'lga ilingan. Ulardan ba'zilari keyin qo'yib berilgan. Bir qismlari bo'lsa hali ham qamoqda ekan. Qamoqda turayotganlar orasidagi Di Yanmin, Hu Shigun, Chu Shifeng va Go Hungodan iborat 4 advokat o'tgan hafta sotlangan. Ularning eng yenikiga 3 yillik qamoq jazosi berilib, 3 yil kechiktirib ijro qilishga buyurilgan. Eng og'ir jazolangani 7,5 yillik qamoq jazosiga buyurilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shunday qilib programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.